Eringiz bilan munosabatni tiklang. Ayollar, bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz bo'lmaydi. Histemioma, adenomioz, endometrioz, hayz siklining buzilishi, kровотечение, polip, giperplaziya, fibroadenoma kabi kasalliklar bilan aziyat chekib yuribsizmi? Ginekologlar gormonlar bilan davo, vaqtinchalik qon to'xtatish, natijasi yo'q lecheniyalar sizni qiynayaptimi? Bizning qabulda mutlaqo boshqacha. Sababni aniqlaymiz. Gormonlarsiz tabiiy preparatlar yordamida hazm sistemasi faoliyatini tiklash, ruhiyatni tiklash orqali yordam berishimiz mumkin. Yuqoridagi kasalliklar sizni bezovta qilmasin desangiz, 4 ta qoidaga rioya qilib yuring. Birinchi qoida: doimiy harakatda bo'ling. Qon aylanishi, limfa oqimini ishlaydi. Limfa oqimi va qon aylanishi yaxshi bo'lgan sog'lom to'qimada o'simta o'smaydi. Ikkinchi qoida: qo'l oyoqlaringizni sovuq tutmang. Badaningizni doimo iliq tuting. Normal immuniteti quvvati yuqori ayolda o'simtalar o'smaydi. Hazm sistemasi faoliyatini yaxshilang. Yerda yog' bosmasin, o't qopida o't dimlanmasin, ichakda qabziyat, ich qotishi bezovta qilmasin. Gormonlar sintezi buziladi. Qonda ortiqcha gormonlarning bo'lishi organ chувствительный zonalarda o'simtalar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. 4-chi eng asosiy qoida: o'zingizni seving. Xavotir, vahima, hayajon, qo'rquvni yo'qoting. O'zingizni hayotingizda yashang. Birovni hayoting, atrofdagilarga negativ fikr bildirmang. Kulib yuring. Atrofdagilarning g'alabasi sizni quvonchingiz bo'lsin. Sahifamga obuna bo'ling. Yuqoridagi kasalliklar bilan muammolar bo'lsa, gormonsiz davolanish uchun qabulimizga murojaat qiling.